Teatr ve kino aktörü, Özbekistan xalq artisti Yakub Axmedov bugün 3 yanvar günü 87 yaşga to'ldi. Mashhur san'atkor 1938 yilning 3 yanvar günü Namanganda tavallud topgan. Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgandan so'ng 1958 yildan beri Hamza nomidagi O'zbek Davlat akademik drama teatri aktyoru, 1992 yildan esa shu teatrning direktori lavozimida faoliyat ko'rsatdi. Yakub Axmedov uzoq yillar shu ijodiy jamoada ishlash jarayonida 50 dan ortiq spektakllarda asosiy rollarni o'ynadi. Dastlab Uyg'unning Parvona asari asosida sahnalashtirilgan spektaklda Murodjon rolini o'ynagan aktyor bu birinchi va mustaqil rol ustida tinimsiz mehnat qildi, izlandi. U roldan rolga o'sib, keyinchalik qator ajoyib obrazlar yaratdi. Yakub Axmedovni keng san'at muxlislariga tanitgan ilk obraz bu Turab to'la ssenariysi asosida rejissyor Azamov tomonidan 1958 yilda suratga olingan Furqat filmidagi Furqat obrazi bo'ldi. Shundan keyin Yakub Axmedov kinoda 30 ga yaqin obraz yaratib, o'zbek kino san'atidan ham o'z o'rniga ega bo'ldi. U yaratgan Azizbek, O'tgan kunlar, Amir Olimxon, Qora konsulning halokati, Shayx Hamza, Sultonali Mehrobdan chayon va boshqa obrazlarni alohida ta'kidlash o'rinlidir. Shuningdek, Yakub Axmedov O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan 400 dan ortiq filmga ovoz berdi. Taniqli san'atkor Alisher Navoiy, Ulug'bek xazinasi, Diyonat, Girdob, Ichkiyo va boshqa video filmlarda ham yetakchi rollarni ijro etdi. Yakub Axmedovning sermahsul ijodi O'zbekiston xalq artisti unvoni 1977 yilda davlat mukofoti bilan taqdirlangan. 1977 yilda Do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Yakub Axmedovga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, ijodiy faoliyatiga ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.